Va men uchun qadrdon inson tug'ilgan kunimga labubu Kirby West, bu Kanye West bilan asabni tinchlantirish uchun aylantirib turadigan narsa. Salom HD Magazine, sizlar bilan O'zbek YouTube'dagi eng kelishgan va eng kamtar bloger Kunduzi va bu mening рабочий bagim. Men bitta narsani sezdim. Erkak kishida yo shunaqa kichkina bananka bo'ladi yoki katta ryukzak bo'ladi, lekin o'rtacha sumka taqqan erkakni shaxsan men ko'rmaganman. Labubu. Banankam har doim shunaqa to'la turadi. Chunki aytganimda yo shunaqa kichkina yoki katta sumkam bor. Birinchi o'rinda har doim ryukzakimni mana shu sumkam ichida yuradigan narsa bu SSD tezkor hard. Buni yaxshi tomoni nimada? Bu kichkina ulanadi, tez ishlaydi va iPhone ga ulab ishlatsa bo'ladi. Misol uchun to'g'ridan-to'g'ri syomka qilib shunga tashlasa bo'ladi va buni montajyorga shunday berib yuboraman va u ishlayveradi. Juda ham oson, qulay narsa. Undan tashqari juda yaxshi tushunadigan odamlar biladi, yangi iPhone'larda ProRes rejimi bor, ya'ni kinoga yaqinroq, kattaroq sifatda oladi va birinchidan joy to'lib qoladi iPhone o'ziga olsa. Ikkinchidan mana shunda to'g'ridan-to'g'ri tashab, o'sha boya aytganimdek bemalol ishlatish mumkin. Har doim yuradi sumkamda shu narsa. Kalit, hammaning sumkasida kalit bo'ladi, lekin bu biroz boshqacharoq briloklari bilan mana bu Kirby West, bu Kanye West bilan Kirby multfilm personajini birlashtirilgani, yurib ketayotgan Kirbyni Kanye West kallasi bilan birlashtirishgan va men Kanye Westning juda katta fanatiman. Shuning uchun men uchun qadrli bo'lgan odam, shuni bilib sovg'a qilgan. Lekin bu tug'ilgan kunimga berilgan sovg'a emas, uni yana ko'rsataman, sumkamda bor narsa. Undan tashqari necha yillik do'stim 3D printer yasagan va o'sha birinchi qilib ko'rgan narsasi mana shu brilok uchun narsa bo'lgan. Bu bundoq taqasida bundoq asabni tinchlantirish uchun aylantirib turadigan narsa. Ya'ni oddiy kalit, lekin ichida men uchun qadrli bo'lgan odamlar bergan sovg'alar va muhim xotiralar bor. Balki kimdirlar uchun g'alati ko'rinarman, balki aksincha zo'r der, lekin har doim sumkamda qo'l salfetka bilan spirtli sprey bo'ladi, chunki qo'l yuvishga sharoit bo'lmasligi mumkin. Men o'ta gigiyenaga qattiq qaraydigan odamman. Qo'limni har doim yuvib yurishim kerak, ayniqsa 2020-yilgi karantindan keyin juda ham ehtiyotkor bo'lib qolganman. Qiziqarli fakt, o'sha karantinda o'zimni sog'lig'imni yaxshi ushlab qo'yganim uchun boshqalar qarziga kirib ketib, pul topolmay yurgan payti men zo'r pul topganman, chunki ruschalab aytganda naplavu bo'lganman. Hammasi sog'lig'imga qaraganim uchun. Har doim shu narsani sepganimda yonimdagi odamlar ichib oldingmi deydi. Tak. Endi bu narsa haqida unaqa ko'p gapirishim shart emas. Ochkimni artib yuradigan sochiq. Va bu yoqda ham qiziqarli narsalar bor. Albatta, mana shu sumkamning ichida nima bor degan rubrikada ko'pchilik mana bunaqa oq naushniklar chiqaradi va menda ham albatta sumkamning ichida naushnik bor. Endi hamma biladi nimaga bunaqa naushnik ishlatilishini, chunki zaryadkaga qo'yish shart emas, tez ulanadi, arzon va bu narsa modaga aylanishidan oldin men ishlatishni boshlaganman. Musiqa eshitishni juda yaxshi ko'raman va musiqa yuqori sifatda bo'lishi kerak. Shu bilan birga sal xotiram pastroq, zaryadkaga qo'yish esimdan chiqib qolishi mumkin. Soatni zaryadkaga qo'yish kerak, telefonni qo'yish kerak, mana bularni hammasini olib yurish kerak. Shuning uchun naushnik simli bo'lgani yaxshi. Va men uchun qadrdon inson tug'ilgan kunimga mana shu atirni sovg'a qilgan Dizel brendidan. O'zi yaxshi ko'radi Dizelni, shuning uchun menga sovg'a qilgan va haqiqiy erkaklarning hidi keladi bundan. O'zimni sevimli atirim bor, lekin uni hech kimga aytmayman, chunki u hid faqat mendan kelishi kerak. Qizg'anaman, rashk qilaman u atirni. Lekin o'shanga o'xshash hid bo'lgani uchun menimcha sovg'a qilgan. Nimaga oldimda parfyum olib yurishim yana bitta sababi, menda atirni hidi uzoq vaqt turmaydi. Uydan sepib chiqib ketaman va qaysidir joyga kelgunimgacha hidi uchib ketib qoladi. O'shaning uchun albatta olib yurishim kerak yonimda. Sababini haligacha bilmayman, balki bu haqida katta video ishlayman. Va buni ham tug'ilgan kunimga sovg'a qilishgan, doim yonimda yuradigan qurolga aylandi, ya'ni Ray-Ban Meta Oculus ko'zoynaklari. Endi tushuntirishim shart emas bu nimaligini. Shuni taqas ko'zoynak sifatida ham ishlaydi va syomka ham qilib ketsa bo'ladi. Bloger uchun bu juda muhim. Hozir bitta sinab ko'ramiz.
istalgan payt shuni olib shuni taqib shuni bossam yonib olish kerak bu. Ana, zapis boshlandi. Va bloger uchun bu juda muhim narsa, chunki ko'chada, yo'lda yurganimda yoki masalan samokat uchib ketayotganimda, velosiped, mashinada o'tda syomka qilish uchun yaxshi narsa vlog formatda. Buni bolalar yig'ilib tug'ilgan kunimga sovg'a qilishgan, chunki arzon sovg'a emas va biz bolalar bilan shunaqa odatimiz borki, har bittamiz arzon sovg'a bergandan ko'ra 2-3 kishi yoki 4-5 kishi yig'ilib bitta qimmat sovg'a berishni afzal ko'ramiz. Planshet, mana shunaqa narsalar, qimmat qurilmalar. Shuning uchun tug'ilgan kunimga shunaqa narsa sovg'a qilishgan. Всё. Hammasini bergan bo'lardim, lekin menimcha mana shu SSD hardni hammaga maslahat bergan bo'lardim va keyingi avlodga meros qilib topshirgan bo'lardim, chunki Type-C Thunderbolt tez ishlaydi. Hozir hamma qurilmalar Type-C'si bor, Type-C ga ega va ma'lumotlarni tez tashiysiz, syomka qila olasiz. Agar syomka qilmasangiz, boshqa ma'lumotlarni saqlab yurishga ham yaxshi narsa. Ma'lumot ulashish uchun qulay, kichkina, yengil va arzon narsa. Misol uchun 512 gigabaytligini 1 millionga ham oldim. Men Jamshidxon Ziyoxonov bilan sumka almashgan bo'lardim. Chunki men bilaman, Jamshidxon Ziyoxonovning sumkasida juda ko'p qiziqarli, qimmatbaho va menga kerakli narsalar bor. Shuning uchun. Yurtim bo'ylab sayohat qilib yurgan odamga shu quloqchinni berardim va u quloqchinda mana bu musiqa yangragan bo'lardi. Rashid Xoliqov, ey aziz yurtim qo'shig'i va Teacher Azam bu qo'shiqqa juda ham zo'r ta'rif bergan. Bu samodan keladigan musiqa, ya'ni bizni yurtimiz, vatanparvarlik hissi haqida qanaqadir samoviy musiqa haqiqatdan ham eshitsam bolaligim esimga tushib ketadi. Haligacha eshitaman va music gives you goosebumps. Inglizcha uncha yaxshi bilmayman, badaningni junjiktiradigan musiqa deganda mana shu narsa hayolimga keladi birinchi o'rinda. Keyingi videoda men Jamshidxon Ziyoxonovning rabochiy bagini ko'rgan bo'lardim. Uni sumkalarining ichida nimalar bor va nimaga u narsalar menda yo'q. Sizlar bilan O'zbek YouTube'dagi eng kelishgan va eng kamtar bloger Kunduzi va uning rabochiy bagi edi. Umid qilamanki, video qiziqarli bo'ldi.